Dasturimizni mahalliy sport yangiliklari bilan davom ettiramiz. Bir necha oy o'tib, Andijon shahrida yana ushuvchilar to'planishdi. Eng kuchlilarini saralab bergan musobaqa tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Ushu o'z falsafasiga ega chiroyli sport turi. Musobaqa ishtirokchilari hayajonni bosa olish va o'z ustida ishlashni o'rganishadi. Birinchi o'rinda intizom. U bo'lsagina natija ham bo'ladi. Viloyat Ushu federatsiyasi vakillari va murabbiylar sportchilarga bu jihatni yaxshi singdirishgan. Shuning uchun ham turli darajadagi musobaqalarda yuqori natijalar ko'rsatib kelinyapti. Mehmonlar ham buni tasdiqlashdi. Biz Farg'ona viloyatidan sportchilar bilan ishtirok etyapmiz. Andijon shahar ochiq birinchiligi har yili muntazam ravishda o'tkazib kelinadi. Bu yerdagi musobaqada sportchilarimiz doimiy ravishda ishtirok etib, o'zlariga kerakli bo'lgan tajribani, mahorat almashib, do'st orttirib ketishadi. Andijon viloyatida ushu sport turi juda ham yaxshi rivojlangan. Buni misoli sifatida xalqaro musobaqalarda Andijon viloyatiga chiqqan sportchilar jahon chempionati, jahon kuboklari, Osiyo chempionatlarida davlatimiz bayrog'ini, sharafini munosib himoya qilib kelishmoqda. Andijon shahridagi navbatdagi ochiq chempionatning ochilish marosimiga bag'ishlangan tadbirdan so'ng sportchi yoshlar tomonidan xoreografik ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi. Shundan so'ng to'liq kontaktli bahs, erkin janglarga start berilib, ko'plab shahar va viloyatlardan tashrif buyurgan yakkakurashchilar g'oliblik uchun gilamga tushdilar. Shu sport turiga 10 yoshimda kirib kelganman. Mening murabbiyim Isay Bahodirjon qo'l ostida shug'ullanib kelaman. Men shu paytgacha 7 karra viloyat chempioni, 3 karra O'zbekiston chempioniman. Men bu sportni tanlaganimga sabab bu sport 3 ta sport turini o'z ichiga olgan. Boks, kurash hamda qo'l jangi sport turlari. Shu sporti ham olimpiadaga kiritildi. Mening maqsadim shu sport turi bo'yicha olimpiada chempioni bo'lib, O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarish. Bunday musobaqalarda nafaqat texnika va tajriba ortadi, balki sog'liq mustahkamlanadi, aql-idrok, chaqqonlik va qat'iyatlilik kabi xislatlar yuksaladi. Dasturimizni mahalliy sport yangiliklari bilan davom ettiramiz. Bir necha oy o'tib, Andijon shahrida yana ushuvchilar to'planishdi. Eng kuchlilar